Ushbu darsimizda Git branchlarni merge qilish, ya'ni birlashtirish va shu jarayonda kelib chiqishi mumkin bo'lgan konfliktlarni ko'rib chiqamiz. Dars davomida merge'ni ikki xil strategiyasi, konflikt markerlar va ularni hal qilish hamda Git merge komandasiga qo'shilishi mumkin bo'lgan ayrim optionlarni o'rganamiz. Branchlarni merge qilish deganda ularni birlashtirishni tushunamiz. Ya'ni bitta branchda bor bo'lgan commitlarni boshqa branchga ham olib o'tish. Bu birlashtirish ikki xil strategiyada amalga oshirilishi mumkin. Bu strategiyani biz tanlamaymiz. Gitni o'zi vaziyatga qarab bironta strategiyani ishlatadi. Birinchi oddiy holatni ko'rib chiqamiz. Bu holatda bizda main branch bor bo'lgan va bu branchdan turib C commitga yetib kelgan paytda yangi branch hosil qilingan. Hamda shu yangi branchga ikkita commit yaratilgan. Bu holatda main branchda turib future login branchni merge qilganimizda shunchaki main branchni pointerini olib o'tib qo'yadi eng oxirgi commitga, ya'ni bu holatga keladi. Shuning uchun ham bu strategiya fast forward deyiladi. Shunchaki bironta branchni pointerini oldinga surib qo'yiladi. Ushbu merge jarayonidan keyin ikkala branch ham bir xil ko'rinishga keladi. Ya'ni A commitdan tortib I commitgacha bo'lgan hamma commitlar ikkala branchni ham history'sida mavjud. Three-way strategiyasi bo'yicha merge qilish jarayoni biroz murakkabroq hisoblanadi va bu jarayonni tushunish uchun holatni qanaqa kelib chiqqanligini biroz orqaga qaytib o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ko'rishimiz mumkinki, bizda hozir ikkita branch bor, main branchi hamda future login branchi. Future login branchi main branchidan o'sib chiqqan, lekin bu branchdan yangi branch yaratish vaqtida main branchi B commitga point qilib turgan bo'ladi. Yangi branch yaratilgandan keyin bu branchda yana ikkita commit yaratilgan. Shu bilan birga main branchini o'zida ham yangi C commiti vujudga kelgan. Merge qilishdan oldin main branchini pointeri C commitga qarab turgan bo'ladi. Agar bu holatda oldingi slaydimizda ko'rganimizdek fast forward strategiyasidan foydalanib merge qiladigan bo'lsak, unda main branchini pointerini olib future login branchi point qilib turgan I commitga qaratib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Lekin bu holatda main branchidagi C commitdan ayrilishimiz mumkin. Ko'rishimiz mumkinki, bu history'da C commit yo'q. Shuning uchun shunchaki pointerni surib qo'yish bu joyda yordam bermaydi. Bu holatda main branchida yangi merge commit yaratiladi va bu commitdan oldin future branchidagi ikkita commit ham history'ga qo'shilgan bo'ladi. Three-way strategiyasi bo'yicha merge qilingandan keyin ko'rishimiz mumkinki, bu ikkita branch bir xil history'ga ega emas. Branchlarni bir-biriga merge qilish uchun qaysi branchga merge qilinishi kerak bo'lsa, shu branchga switch qilib olishimiz kerak. Bizning holatda future login branchini main branchiga merge qilishimiz kerak bo'lsa, avval main branchiga o'tib olamiz va undan keyin git merge hamda qaysi branch merge qilish kerakligini ko'rsatamiz. Birinchi ko'rgan strategiyamiz bo'yicha, ya'ni fast forward merge strategiyasi bo'yicha hech qanaqa yangi merge commit yaratilmaydi. Fast forward strategiyasi bo'yicha merge qilingan jarayonda ham yangi merge commit yaratilishini xohlaydigan bo'lsak, unda ushbu optionni qo'shib ketishimiz mumkin. Ikkita branch birlashtirilgan vaqtda three-way merge strategiyasi vujudga keladigan bo'lsa, ikkita branchda bir-birida mavjud bo'lmagan commitlar bo'ladi va bu commitlarda bitta faylni bitta qatorida o'zgarish qilingan bo'lishi mumkin. Bu holatda bizda konflikt yuzaga keladi va git konfliktni quyidagicha marker bilan belgilab qo'yadi. Git merge komandasini run qilgan vaqtda o'zimiz turgan branchdagi o'zgarish ushbu birinchi qatorda keladi. Biza merge qilib olayotgan branchdagi o'zgarishlar bu ikkinchi qatorda ko'rsatiladi. E'tibor berishimiz kerakki, konflikt yuzaga kelgan vaqtda merge commit yaratilmaydi. Bu holatda qaysi fayllarda konflikt borligini git status komandasi orqali ko'rib olamiz va o'sha fayldagi markerlarni topamiz va kerakli natijalarni qoldirib, qolganini o'chirib tashlaymiz.
va shu fayllarni git add komandasi orqali staging arrayga qo'shamiz va o'zimiz merge commit yaratamiz. Agar bu mergeda bo'lgan o'zgarishlarni orqaga qaytarmoqchi bo'lsak, ushbu komandadan foydalanishimiz mumkin. Bironta branchdagi commitlarni o'zimizni asosiy branchga merge qilib olganimizdan keyin u branchni o'chirib tashlashimiz mumkin. Bugungi darsimiz bo'yicha xulosa qiladigan bo'lsak, branchlarni merge qilishda fast forward strategiyasi vujudga kelsa, bunda shunchaki branchni pointeri oldinga ko'chadi. Hech qanaqa yangi commit yaratilmaydi. Three-way merge strategiyasi bo'yicha branchlar birlashtirilganda merge commit yaratiladi va bu commitni parent commiti ikkita bo'ladi. Agar ikkita branch fast forward strategiyasi bo'yicha merge qilinganda ham yangi merge commiti yaratilishini xohlasak, unda merge komandasiga ushbu optionni qo'shib ketsak bo'ladi. Merge jarayonidan keyin konflikt yuzaga kelganda, konflikt markerlar bizaga ikkala versiyani ham faylni ko'rsatib turadi. Shu versiyalardan birontasini tanlab faylda qoldirganimizdan keyin bu faylni git add komandasi yordamida staging arrayga qo'shamiz va git commit yordamida o'zimiz merge commit yaratib olamiz. Branchlarni merge qilish jarayonida bironta muammo yuzaga keladigan bo'lsa, bu mergeni ushbu komanda bilan orqaga qaytarishimiz mumkin. Keyingi darsimizda git rebasing haqida ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz.